Bugungi obzorimizda Dongfeng 008 va Aito M7 ikkalasini plus va minuslari haqida gaplashamiz. Asosiysi, bilasizmi minusi nimada? Bu sizda yo'qligida. Keling aka, men gapirmay, sifatni o'zi gapirsam. Bismillah deb salon qismini ko'rsatadigan bo'lsam, kojasiga o'zingizlar baho beringlar. Koja plastmassa. Rullari faqat bulada panorama. Aitoni salonini ko'rsataman. Eng asosiysi parogi bor. Koja yumshoq koja. Saloni panorama lyuk полный ochiladi. Kojasi premium eko koja. Buni o'tirganingizda his qilasizlar. Dongfeng 008imizni 21 balon kitayskiy kalpak bilan jihozlangan. Aito'yimizni 20 balon 20 diskala bilan jihozlangan. Texnik parametrlarini sanab o'tadigan bo'lsam, Dongfeng 008 da 1.5 turbina orqa привод bo'lsa, Aito M7 da полный привод 4 AVD, ikkita motor, 1.5 turbina. Bu mashinalarni solishtiradigan bo'lsam, video emas, kino olishimga to'g'ri keladi. Tanlovda adashtirmanglar. Kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.